Uchinchi ijodiy uyushma taqdim etadi. Ovdagi voqea. Anton Pavlovich Chexovning shu nomli qissasi asosida suratga olingan. Bosh rollarda Галя Belayeva, Oleg Yankovskiy, Kirill Lavrov va Leonid Markov. Ssenariy muallifi va rejissyor Emil Latyanov. Tasvirchi Anatoliy Petritskiy. Bastakor Yevgen Doga. Uzmedia.tv saytida premyera. Сергей Петрович. Sizga ikkinchi kun kelishlari. Nima dey? Kirsin. Xo'p bo'ladi. Muhtaram janob, marhamat kirsinlar. O'zimni tanishtirishga ijozat eting. Huquq nomzodi Sergey Petrovich Kamyshev, sobiq sud tergovchisi. Xursandman. Qanday yordamim tegishi mumkin? Qissa yozgandim. Uni gazetangizda bosishni xohlayman. Ha, o'tiring. Nima? O'tiring deyapman. Ha, minnatdorman. Ochig'i, men bu qissani muallif shuhrati uchun yozmadim. Qiziq, unda nima uchun yozdingiz? Ba'zi moddiy sabablarga ko'ra. Tirikchilik dardida. Muhim emas. Syujeti qanday? Syujeti yangi emas. Qotillik, muhabbat. Siyqa asar. O'qisangiz bilib olasiz. Qissada tasvirlangan voqealarning bari ko'z o'ngimda sodir bo'lgan. O'zim ham guvoh, ham ishtirokchi bo'lganman. Nima ham derdim, maqtovga loyiq. Qissangizning nomi nima? Ovdagi voqea. Mayli, qoldiring, ammo kutishingizga to'g'ri keladi. Uzoqmi? Bilmayman. Moskva yengil-yelpi asar yozuvchilarga to'la. Hamma yozadi. 2-3 oydan keyin keling. Ko'p ham shoshilmang. Uzoq ekan. Iloj qancha? Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Siz aytgancha bo'lsin. Qabul qilganingiz uchun rahmat. Uyga boray. 3 oy umid bilan yashayman. Bunda ham hikmat bordir. Ijozatingiz bilan. Kechirasiz. Bu yerda birinchi shaxs nomidan yozgansiz. Siz demak tergovchi deganda o'zingizni nazarda tutyapsizmi? Ha. Garchi asardagi rolim biroz sharmandali bo'lsa ham.
Xo'p, 3 oydan so'ng ko'rishguncha. Yaxshi qoling. Chuq, Zorka. Zorka, to'xta. Ay jonivor. Yomon alomat, To'ram. Hech qisi yo'q. Moskva. G'or egasi Karpovga. Hamma ishni tashlang. Nuqta. Zudlik bilan xohlagan poyezd bilan yetib keling. Yuk poyezdida bo'lsa ham, graf. Iltimos, Pyotr Yegorich. Astoydil fidokorlik bilan mehnat qilamiz. Ushbu xarobalarga avvalgi go'zalligini qaytaramiz. Biz ilgarigi ulug'vorlikni kuldan tiklaymiz. Ham iqtisodiy, ham estetik. Qalay, Polixroniy Arkadiyevich, foydali. Foydali janob oliylari. Qani kelchi bu yoqqa. Hali ham ayg'oqchilik qilyapsanmi? Graf qayerda? Qulog'ing tom bitganmi? Hali sayraysan. Qani kel, yaxshisi isni tozala. Yaxshi. To'xta! Qayerga? To'xta! Ushla uni! Ushla! Qoch yo'ldan! Qoch! Ey Parvardigor, nima uchun? Iblislar, vayron qiluvchilar, buzg'unchilar. Pyotr Yegorich, bu fitna. Jin ursin, bu nima? Meni xonavayron qilishmoqchi. Vandallar. Men hammasini bilaman. Kim buni qildi? Kim qildi? Men. Ishonmayman. Yo tavba. Ey Xudo. O, Yo Xudoyim. Seryoshenka. hayot zerikarli bo'lib qoldi janoblar. Azizim. O'sha kelishgan Kavalergard. Tanishing janoblar. Ajoyib Sergey Petrovich Kamishov. Umrbodlik do'stim. Seryoshenka, ijozat et tanishtiray. Kaledis Polixroniy Arkadiyevich. Aminman do'stlashib ketasiz. Qani? Yo'q. Yo'q. Sen uchun Seryosha. Qani?
Seryozhenka. Nima? Kuni kecha Peterburgdagi doktorimga bordim. Kasalligimdan shikoyat qildim. U meni eshitdi, chertdi, paypaslab ko'rdi va shunday dedi. Siz deydi, qo'rqoq emassiz. Men qo'rqoq emasman, biroq rangim o'chib ketdi. Ha. U bo'lsa menga qarab jim turardi. Uning ko'zlari shishadan. Yaqinda o'lishimni bashorat qildi Seryozhenka. Qanday? Sirroz do'stim. Jigar. Jigarim ko'p ichishdan qurigan. Shuning uchun bu yerga kelishga qaror qildim. Mehnat eng yaxshi, eng radikal vosita. Xo'jalik bilan shug'ullanaman. Ichishni tashlayman. Doktor man qildi. Oxirgi marta Seryozhenka. Ichma. Sen bilan uchrashganim uchun. Qanday go'zallik, Xudoyim. Men bo'ri Yerofeyman. Qizim Sasha. O'g'lim Vladimir, gimnaziya o'quvchisi. Kap-katta bo'lib qolishdi. Menga yetib ol. Yetib ol. Hozir mana. Hozir seni tutib olaman. Kim bu? O'rmonchini qizi, Olenka Skvartsova. Ha, siz u haqda aytganmidingiz? U haqda. G'oyat e'tiborga loyiq qiz. To'g'ri aytasiz, Sergey Petrovich. Juda yaxshi qiz. Ulardan qay biri graf? Ana unisi, pastaga bunday mo'ylov qo'ygani. Seryozhenka! Bu halokat bizni uchirib ketadi. May oyi boshidagi jalani juda yaxshi ko'raman-da. Bahorning ilk momaqaldirog'i. Mazalimi? Mazali. Barakalla. Yuqoriga chiq. Sizdan iltimos.
biz bilan o'tiring. O'zimni tanishtiray. Sergey Petrovich Kamyshev. Do'stim Graf Korneyev va Kalidis. Polixroniy Arkadiyevich. Ha. Samovarni yoqaymi? Ijozat etasizmi? Mayli. To'satdan bostirib kirganimiz uchun bizni kechiring. Ob-havo, tabiat hodisasi sabab. Kutmaganmiding? Ivigan chumchuqqinam. Ivigan chumchuqqinam? Bu esa Pyotr Yegorovich. Ofarin, ofarin. Qoyil, o'rinli. Bu pomeshchikning xotini shoferning qomati, qo'shnimiz. Kallasi meniki. Yopishtirib qo'yganman. Yoqdimi? Juda. Qo'rqaman. Chaqmoq onamni o'ldirgan. Ijozat eting, yordamlashay. Yo'q, o'zim. Hatto bu haqda gazetalarda yozishgan. Onam yo'l bo'ylab yig'lab kelayotgan bo'lgan. Bu dunyoda u ro'shnolik ko'rmadi. Xudoning unga rahmi kelib, samoviy elektr bilan o'ldirdi. U yerda elektr borligini qayerdan bilasiz? O'qiganman. Rostdanmi? Gimnaziyada. Fransuz tilini ham bilaman. Yana shuni bilamanki, chaqmoqdan, urushda va tug'ruq payti o'lganlar Xudoning huzuriga jannatga boradi. Bu hech qayerda yozilmagan, ammo haqiqat. Onam endi jannatda. Bilasizmi? Bir kun chaqmoq meni ham o'ldirsa kerak. Men ham jannatga tushaman. Siz o'qimishli odammisiz? Nisbatan. Kulmaysizmi? Men shu yerni boy ayollaridan shofer xonimnikiday eng qimmatbaho zamonaviy ko'ylakni kiyib o'lishni xohlayman. Qo'llarimga bilaguzuk taqaman. Keyin esa hamma odamlar ko'rishi uchun eng baland qoyaga chiqaman. Dahshatli chaqmoq chaqadi va tamom. Qanday sovuq xayol. Demak, oddiy ko'ylakda o'lishni istamaysiz.
Yo'q, nima deyapsiz? Hamma odamlar ko'rishi kerak. Fayton keldi, janob oliylari. Ketish mumkin. Faytunga kim odam yubordi? Men yubordim. Siz? Alex, Malheureusement, je dois vous quitter. Attang. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur Lecon. Xo'sh, bo'lmasa ketdik. Marhamat. Uni qara. Pyotr Yegorich rashkdan yorlay deb axiyri bizni uydan haydab chiqardi. Ha, to'g'ri. Qizg'anganidan faytonga odam yubordi. Soqoliga oq tushsa ham shaytonning o'zi. Chiq. Najot farishtasi qalay, senga yoqdimi? Xuddi arslonday tiyrak. Uni tergov bo'limimga olsam bo'lar ekan. Hayda. cho'g' jonivor, ketdik. Xo'sh, Seryojinka. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Bu mening seni sharafingga vidolashuv gastrolim. Xo'sh. Qalay? Yoqdimi?
Это всем, Тина. Адре Москва, Чаворо, Пригубите! Хороший барин угощает. Ana azamatlar, barakalla. Karpov, valla! Karpov, munglisidan ayt. Polixroniy birodar Arkadiyevich. Hayot tomchisi toma-toma bizni tark etayotganini sezyapsanmi? Chak. 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 Tubida bir hovuchgina suv qoldi xolos. Sizning slavyan qalbingiz aqlga muvofiq emas, Aleksey Yurich. Noma'qul. Qalbimning nuri. Quvonchim. Kel o'zimga. Men bilan ket. Yur.
Ola, yonimizga kel. Kel bu yoqqa. Olinka. Olinka. Ola. Aziz inson Sergey Petrovich, hushingizni yig'ing. Bu o'zingizni xarob qilish. Hozir. Sen uni sevasan-ku, a? Sevasan. Azizim Pyotr Igorich, uni oldiga bor. Hech nima gapirmang, Sergey Petrovich. Aziz avliyolar haqqi. Bor. Bu meni taqdirim. Bor. Iltimos, hech narsa demang. Снился мне сад подвенечном уборе в этом саду. Мы с тобою вдвоем. Bu Varyushkaga. Звезды Katinkaga. Bu esa Nastyushkaga. Men hammasini to'layman. Yo'q, Seryoshenka. Restoranda bo'lsa bu boshqa gap. Qo'ysa. Mening uyim restoran emas. Alyosha, men bariga to'layman. Yo'q, agar bilsang meni xafa qilyapsan. Unda bunday qilamiz. Janoblar, nima qilyapsizlar? Bu sevgi maktubi emas. Bu pul. Yaxshisi buni kambag'allarga, nogironlarga beraman. Bersang ber. Oh, qadrdonam. Charchadim, ketaman. Mayli, bor Seryoshenka. Ketdim. Men boray. Уста молчаливы, милый, о милый, люблю. Тени и грезы Sergey Petrovich Kamishevning aravasini keltiring. O'tir. Kuchukcha, qani kelchi. Kel. O'zimni aqlligim. Yaxshi it. Aqlli kuchuk. Sen aqlli kuchuk. Qayerga shlyapamni ber? Kuchukcha, shlyapamni ber. Oy, to'xta. Oy, shlyapamni ber. Kuchukcha. Mardlik savdogarga yarashadi. Mardga emas. Oliyjanob insonga ilm kerak. Xizmat. Grafga qo'shilmang, Sergey Petrovich. Qaysi romanni o'qiyapsan? Polikarp. Qaysi romanni o'qiyapsan?
Graf Monte Cristoni. Muttaham sen o'sha grafing va qallob. Gapirmang. Ana u graf. Haqiqiy. Sizning o'shaningizga o'xshamaydi. Siz bizning farishta, Sergey Petrovich. Снится мне сад в подвенечном уборе. Keling, ko'ring, armonda qolmang. Elektr mo'jizasi, yorug'lik va zavq. Aziz boshingizni tiqsangiz bas, tushdagi jannat haqiqatga aylanadi. Keling, huzurlaning, atigi bir tanga. Hayratlaning va zavq oling. Oyim qiz qarab turmang. Keling, zavq oling. Atigi bir tanga. Elektr mo'jizasi, yorug'lik va zavq. Aziz boshingizni tiqsangiz bas. Qanday odamlar. Xayrli kun, Sergey Petrovich. Salom berdik. Salom. O'tiring, tashlab qo'yaman. Minnatdorman. Bu sizga, Olinka. Rahmat. Jo, jonivor. Nordon ekan. Nordon, ammo mazali. To'g'ri. Sergey Petrovich, tikish bichishni biladigan biror ayolni tanimaysizmi? Tanimasam kerak. Nega xaridingiz buncha ko'p? Nima, eshitmadingizmi? Turmushga chiqyapman. Turmushga? Kimga? Yo, xudoyim, Urbeningga-da. Pyotr Yegorovichga. Hazillashyapsizmi? Ishonmayapsizmi? Buni nimasi ajablanarli? To'g'ri, u biroz qari, biroq meni sevadi. Sevgisi ishonchli. U bilan baxtli bo'laman. Xudoga shukr, kambag'al emas, boy zodagon. Sergey Petrovich, faqat sevib turmush qurganlar baxtlimi? Gap ishonchli sevgida emas, baxtda. Muhabbatga qurilgan nikohlarni bilaman, Sergey Petrovich. Bu sizga yoqmaydi. O'zingiz zerikarli hayotda uvillagan bo'ri va aqldan ozgan otadan boshqa hech zoq bo'lmagan o'rmonda yashab ko'ring-chi. O'sha oqshom sizga yoqdi, ammo qishda o'lim ro'baro bo'lishidan ham xursand bo'lganini bilardingiz. Olinka. Bularni bari ahmoqlik. O'rningizda bo'lsam, 7 tok terakka o'zimni osgan bo'lardim. Siz bo'lsa gazmol olganingizga xursandsiz. U o'z hisobidan otamni davolatadi. Keyin biz u bilan Sankt-Peterburgga ketamiz. Aniq. Keyin esa yaxshi. Otangizni davolashga qancha pul kerak? Mendan oling. 100-200 ming. Hamma gapingiz yolg'on, Olinka.
Sizga otangizni davolanishi kerak emas. Sovuq tushdi, kech kiribdi. Men tushaman Olenka. To'xta. Tashakkur. Yaxshi qoling, Sergey Petrovich. Minnatdorman. Xayr. Baxtli bo'ling, Olenka. Yegorovich, otam, uni qo'yib yuborishibdi. Xavotir olmang, Olga Nikolayevna. Olenka. Nega ketding? Olenka, oshxonadagi samovarni o'g'irlab ketishdi. Xayrli kun, Nikolay Yefimich. Mitingga eshikni yopishni unutibdi. O'g'rilarga kirish qiyinmi? Ey Xudoyim, qanday sharmandalik. Azizim, yordam bering. Olenka, samovarni o'g'irlab ketishibdi. Olenka, nega ketding? Yuring, otaginam, yuring. Ana shunday. Yura qoling. Yuring. Janoblar, Olenka, men barini qaytaraman. Janoblar, hamma qarzni qaytaraman. Janoblar, men qarzdorman. Qaytaraman. Albatta qaytaraman. Yura qoling. Janoblar, qaytaraman. Janoblar, Gorka! Baxtli bo'ling. Baxtli bo'linglar. Gorka! Baxt tilaymiz. Janob oliylari, Sergey Petrovich, janoblar, men endi baxtliman. Hammangizni qanchalar yaxshi ko'rishimni Xudo ko'rib turibdi. Sizlar men uchun ko'p yaxshilik qildingiz. Buni oldida meni sizga muhabbatim arzimas g'ubor. Bunday hashamat
oliy nasab dvoryanlar davrasi. Nimasini aytay? Ishoning, janob oliylari. Sizlarni aslo unutmayman. Bugungi hayotimning eng baxtli, quvonchli kunini unutmaganimday. Yana bir bor tashakkur, janobi oliylari. Olga Nikolayevna. Ola. Asablar. Qanaqa asablar? Qo'y og'ayni. Qadrdonim. Janoblar, Olga Nikolayevnaning boshi og'riyapti. Boya ertalab menga shikoyat qilgandi. Ha. Bu rost, janoblar. Bosh og'rig'ini umuman aloqasi yo'q. Bu bo'saning kuchi. Uyalib ketdi. Olimpiada Xristoforovna. Xonimlar va janoblar, shofer mansabdor shaxs va men huquqlarimni ado etishga kirishaman. Oq fotiha bering. Oq fotiha beraman. Olenka. Olga Nikolayevna. Bu nimasi? Kerak emas. Nima bo'ldi? Nima gap? Bo'ldi. Nima qilib qo'ydim? Ha, Olga Nikolayevna, bu qadamingizni tushuntirish qiyin. Nega unga turmushga chiqdim? O'zim sevgan, meni sevadigan odamga turmushga chiqishim mumkin edi. Kimga, Olenka? Sizga. Yuring. Siz aqlli, oliyjanob, navqiron va boysiz. Siz menga erishib bo'lmas ko'rindingiz, Sergey Petrovich. Qo'ying. Bizni kutishyapti. Borish kerak. Bo'ldi, qo'ying, Olenka. Nima qilyapsiz? Bas qil. Axir meni sevasan-ku. Sevasan-a? Endi dunyoni suv bossa ham menga baribir. Hech narsadan qo'rqmayman. Seni yaxshi ko'raman, Seryozhinka. Sevaman. Olenka. Hoziroq menikiga ketamiz. Lekin qanday? Ketamiz. Yo'q. Axir sen xarob bo'lasan. Ketamiz. Uchi, Seryozhinka. Unga nima bo'ladi? Ma'sumginam. Men seni ko'z qorachig'imday avaylab asrayman. Butun umr toki tanada kuch bor ekan. Lekin qanday? Nikohdan keyin? Yo'q. Odamlar nima deydi? Odamlar nima desa demaydimi? Yo'q, Seryozhinka, yaxshisi gapirma. Iltimos, esdan chiqar. Meni sevsang bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Sen nima qilasan, tentakkinam? Voy, xon qizi. U baxt keltiradi. Men u yerda yashayman. Sen har kuni oldimga kelasan. Men esa chiqib kutib olaman. Ketamiz. Hozir iloji yo'q. O'tinaman. Yo'q, Seryoja, sen yaxshisi meni ko'tarib aylantir. Men ko'zlaringga qarayman, seni saylantir. Maylimi? Aferin.
Bor yo'qol, notavon. Janoblar, qochoqni sizga qaytaraman. Zo'rg'a topdim. Gorka. Qani? Janoblar, Azizim, senga nima bo'ldi? Rangingda rang qolmabdi. Do'stligimiz haq hurmat, ana u pastkash qorasini ko'rsatmasin. Yo men, yo Kalidis. Ilojsiz narsani talab qilyapsan. Xayr. Seryosha, shoshma. Seryosh, tinch qo'y. Vals! Nega yig'layapsiz? Agar xotining senga xiyonat qilsa, vatanga emas, senga xiyonat qilganidan xursand bo'l. G'irt bema'nilik. Agar xotining senga xiyonat qilsa, xursand bo'l. Sergey Petrovich.
Ola. Men qochib ketdim. Olinka. Jonim, oldinga bir fursatga keldim. Ko'rsat, qayerda uxlaysan? Jim. Sekin. U yerdagi kim? Bu Polikarp. Polikarp? U kim? Olim odam. 3 mushketyorni o'qiyapti. Biroq hamma yer betartib. Boysiz, katta moyani olasiz, lekin oddiy yasharkansiz. Qanday yoqimtoysan, Olinka. Seni shu yoqimtoyliging achinarli va alam qiladi. Nega alam qiladi? Senga yana nima kerak? Axir senikiman. Mana keldim. Seryoja, bir narsani so'rasam, haqiqatni aytasanmi? Albatta. Agar Pyotr Yegorovichga turmushga chiqmaganimda, menga uylanarmiding? Albatta. Oh, Olinka. Jim bo'l. Esi yo'q qush. Qo'rqib ketdingmi, Olinka? Bu axir to'tiqush. Turbenin bilib qolsa-ya, u meni o'ldiradi. Ketishim kerak. Olinka. Ertaga o'rmonda yashagan uyim yonida uchrashamiz. Shoshma. Olinka. Ola. Juda yaxshi. Ajoyib. Olya. Mesye Lekon? Olga Nikolayevna, qo'rqitmang odamni. Men o'lyapman. Bu juda xavfli. Aziz avliyolar haqqi yolvoraman. Olga Nikolayevna, bu xavfli. Men uchyapman, Mesye Lekon. Olga Nikolayevna, Olenka. Uchib boraman. Maftun bo'ldim. Alvido. Mening ritserim. Seryoja amaki. O, mitti malika. Bu sizga. Menga sovg'a qilyapsanmi? Butunlaymi? Yoqdimi? Xo'sh. Qalay? Yarashdimi? Sergey Petrovich. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir DNKda bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet.
Senga yoqamanmi? Judayam. Menga hech nima demoqchimasmisan? Aytishing kerak. Talab qilaman. Ha, aytaman. Seni sevaman. Sensiz yashay olmayman. Lekin oldimga kelma azizim. Ortiq sevma. Va meni sizlab gapir. Ortiq davom ettira olmayman. Bu mumkin emas. Iltimos, yaxshi ko'rishingni ko'rsatma. Nima uchun? Olenka. Chunki shuni xohlayapman. Sababini bilishing shart emas. Senga aytmayman. Olga Nikolayevna, Sergey Petrovich, graf janoblari tushki ovqatga taklif qilyapti. Pyotr Igorich, men yaxshisi boray. Biz bilan qoling. Yo'q, graf taklif qilyapti. Minnatdorman. Men tushlik qildim. Yaxshi qolinglar. Kuyganini olmaymiz. Aleksey Yuriyich Himolaychasiga ibodat qilyapti. Kecha shokolad yeb kun bo'yi yig'ladim. Keyin sharmanka sotib olishni buyurdim. Xo'sh, sotib oldingmi? Yo'q, oddiy sharmankani emas, Seryoshinka. Nemischa gapiradigan ko'k to'tiqushi bilan qo'shiq aytadi, yig'laydi, kuladi, bir vaqtni o'zida. G'azablansa go'zal, g'ussada undan-da go'zal. Alomat mavjudot. Olga Nikolayevna. Seryosha, og'riq yo'q. Seryosha. Men payshanba kunlari turkcha kun o'tkazishni o'ylayapman. Xizmatkorlar cholvor kiyib, salla o'raydi. Kel ichamiz. Kel. Bilasanmi, hatto mulla deb yozib berishga ham tayyorman. Axir mulla hech kimda yo'q, to'g'rimi? Butun Rossiyada. Kel ichamiz. Bo'pti. Himolaychasiga. Mayli, qani. Erta. Yoki minora qurganim yaxshimi? Nima deysan, Seryosha? Balki. G'ayrioddiy va misli ko'rilmagan. Olya. Sizga nima qildi? Senga nima bo'ldi, Olenka? Nima bo'ldi o'zi? U meni uradi. Kim?
Erim, u bilan yashashni xohlamayman. Shunga ketdim. Bu ablahlik. Bu nima haqqi bor? Bu zulm. Bu Xudo bilsin nima? Xotinni kaltaklash. Nima uchun urdi? Bekordan bekorga dasturmolimni olaman desam, cho'ntagimdan xat tushdi. Kecha siz yuborgan xat. U sakrab turib olib o'qidi. Qarang, qo'lim qizargani hali ketmagan. Ya Xudo, bu vahshiylik, bu tosh asri. Bu Yangi Zelandiya, agar istasangiz. Nima? Siz unga o'sha xat yoqishini xohlagan edingizmi? Kulishini kutganmidingiz? Bu haqida gaplashmaylik. Nima bo'lganda ham qilgan ishi pastkashlik. O'zim u bilan gaplashib qo'yaman. Men uni duelga chaqiraman. Ertaga yo'q. Kerak emas. Yo'q, chaqiraman. Unga ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yaman. Menga ishoning, Olga Nikolayevna. Bu ishi shunday qolmaydi. Unga tarsak tushiraman. Seryoja, ushlab tur. Ushlasang-chi. Dominik! Ichyapti hayvon. Bilasizmi nimani o'yladim, Olga Nikolayevna? Uyda havaskorlik spektaklini qo'yamiz. Yaxshi ayol roli bor pyesa bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Payshanba kungi mehmon. Bosh rolda Olga Nikolayevna. Mulla nima bo'ladi? Yo'q, mulla bo'lmaydi. U ishini qilsin. Mulla nimaga kerak? Mulla bo'lmaydi. Hech kim bo'lmaydi. Bo'ling. Sizdan boshqa. Sokin va ohista chayqalar. Uxlaydigan vaqt bo'ldi. Men endi boray. Chaqirganmidingiz, janob oliylari? Ko'zimdan yo'qol, hayvon. Xo'p bo'ladi. Ijozat eting, kuzatib qo'yay. Olga Nikolayevna. Qayerga boraman? Uni yoniga bora olmayman. Ha, albatta. Hozir uni oldiga qayta olmaysiz. Yana kaltaklamasligiga kim kafolat beradi? Seryoja, azizim. Serge, mon cher, quitte-moi. Tu me comprends. Men ketaymi? O'ylab ko'rdingmi? Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Seryoja.
Rabbim najot ber va gunohimdan o't. Bir daqiqa. Bir daqiqa shoshmang. Xayrli tong. Men siz ketib qolasiz deb qo'rqdim. Bu atirgullar sizga, mening mitti malikam. Shaharga ketyapsizlar. U yerda sizga yaxshi bo'ladi. U yerda xursand bo'lasiz. U yerda shu atirgullar kabi gullab yashnaysiz. Oq yo'l malikam. Xayr otaginam. Xayr. Yaxshi boring. Hammaga xayr. Qani, yura qol jonivor. Boshqalardan umid qilmang, Pyotr Yegorich. O'zingizga. Mayli, oq yo'l. Dam olamiz. Пошли, детки, в лес гулять, ять, чтоб цветочков там собрать. Ать, тишина кругом стоит. Buni qarang. Tabiat qo'ynida samovar. Ajoyib. Madam. Haliyam tirikmisiz? Hozircha mana yuribman. Hali juda qarib qolmadim. Iltimos qilaman, uzatib yuboring. Hididan ajoyibga o'xshayapti. Chalishganmi? Ha, albatta. Kuylaysizmi? Azizim, meni eslaysizmi? Janob oliylari,
Bemor Skvartsovning qizi taqdiridagi ishtirokingiz bizning jamiyatimizni lol qoldirmoqda. Ma'zur tuting, ma'zur tutgaysiz, janoblar. Biz tayyormiz. Janoblar, qimirlamang. Olga Nikolayevna, nega biz bilan o'tirmayapsiz? Marhamat qiling. Nahotki siz ayol bo'la turib, bu o'rdakning qiynalishini befarq tomosha qilsangiz. Boshqalar azob chekkanda u ham azoblansin. Yana kim azob chekmoqda? Qo'rqinchlimi, Olga Nikolayevna? Meni tinch qo'y. Bugun sen bilan ham ahmoq grafin bilan ham gaplashmoqchi emasman. Mendan nari tur. Sizni tanib bo'lmayapti, Olga Nikolayevna. Bunaqa ohangda buzuq va yengil tabiat ayollar bilan gaplashiladi. Sen meni shunaqa hisoblaysan. Qani bor o'sha farishtalarning oldiga. Men bu yerda hammadan tubanman. Bor o'shalarning oldiga. Ket. Ha, sen hammadan yomon tubansan. Buzuq va yengil tabiat. Sergey Petrovich. Men ularga yupa sardor deb tushuntirdim. Ular tushunishni xohlamayapti. Yupa bu. Biroq yupa chindan sardor. Yo xudo. Qanday go'zal. Qanday huzur. Xudoyim. Bravissimo. Bu zaminda Amaliya, jannat qushlari yashaydi. Va biz sen bilan. Muhtaram janoblar va muhtarama xonimlar, birlashish uchun barchamiz yig'ilgan bu kunda, bu birlashishimiz bilan biz kimdirga emas, balki bizning nuroniyimiz, guberniyamiz yulduziga burchlimiz. Ha, graf, uyalmang, xijolat tortmang. Bularning bari uchun biz hammamiz ma'rifatli va yosh graf Karneyevga qarzdormiz. Men siz uchun qadah ko'tarishni taklif qilaman. Yetar, janoblar. Janoblar, yangi chehralarmi? Qani? Aleksis. Seryosha, sendan o'tinaman. Keyin hammasini aytib beraman. Yordam ber. Aleksis. Jonginam. Kutmaganding, to'g'rimi? Meni mehmonlaring bilan tanishtir. Janoblar, tanishing. Rafiqam Ofeliya Amaliya. Salom, janoblar. Qanday davra. Tabiat qo'ynida ziyofatmi? Shampan. Ofarin. Bu rafiqamning ukasi Polixroniy Arkadiyevich Kalidis. Bu ukam Kalidis. Mening ukam. Ochishni buyuradilarmi? Bo'lmasam-chi, albatta. Sizga xizmat qilish burchimiz. Tashakkur. Qani kel o'zimga. Mening mahbubim, dunyoda tengsizim, mening quvonchim. Yashasin shampan. Yashasin shampan. Yashasin shampan. Yashasin.
Sergey Petrovich. Сереженька. Сереженька. Olinka. Naqadar baxtsizman. Ey Xudoyim. Hech qachon sendan boshqani sevmaganman. Faqat seni, ergam, seni. Olinka. Ketdik. Qani? Meni aylantir. Ko'tar. Ana shunday. Qanchalar tentakman. Urbeningga turmushga chiqmaganimda grafga tekkan bo'lardim. U Pompadur xonim bilan ajrashardi va sen bilan Sankt-Peterburgda birga bo'lardim. Senga yordam berardim. Chunki unda qudratli va badavlat bo'lardim. Nima deyapsan? Serеженька, Serеженька, jonim meni, jallodim meni, esingni yig'. Axir men haqman, tushun, haqman. Men qashoq, past tabaqadan bo'lishni xohlamayman, azizim. Istamayman. Yana shu la'nati o'rmonga qaytishni istamayman. Qo'rqaman. U yerga qaytmayman. Hech qachon. Hech qachon. Jim bo'l. Помнишь, как я с тобой в лесу бродила, нам ветки. Yordam bering! Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir denkada bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Ey Xudoyim! Olinka. Murg'akkinam. Hozir. Go'dakkinam. Otlar! Vrach! Tezroq vrachni chaqir. Ey Xudo, bu nima janoblar? Bu nima axir? Janoblar. Balki oramizda vrach bordir. Nega indamaysiz, janoblar? Hozir. Vrach chaqiring. Ketdik. Yevgrafiy, u yerda nima qilib yuribsan? Tezroq! Urbenin qo'lga olinsin. Kelishyapti.
Marin xotinimi deyman. Voy bechora o'ldimi? Kim bu ishni qildi? Shunday navnihol, shunday go'zal xonima. Ey Xudoyim, o'zing panohingda asra. Shifo ber. Ish qilib, yosh joni nobud bo'lib, o'lib ketmasin. Oching! Oching! Zot oliylari! Zot oliylari, oching! Kim u? Graf yubordi. Oching! Taqsir! Oching! Falokat! Odam o'ldirilgan. Grafdan sizga xat bor. Polikarp. Polikarp. Eshikni och. Sergey Petrovich, azizim, siz bizni birinchi kun ko'rishingiz emas, ketishimizga yordam bering. Bu yerda shunday baxtsizlikki, yordam bering. Sergey Petrovich, azizim. Qanday baxtsizlik, qanday musibat. Uyda yaxshiki ruhoniy bor. Xo'p, o'zingizni bosing. Tushunaman. Xavotir olmang. Men xonimlarimiz uchun samovar qo'ydim. Ular bo'lsa, so'kib haydadi. Seryosha qadrdonim. Hali tirik. Ammo vrach Zevski bugun kechasi o'ladi dedi. Nima uchun? Seryosha. O, bizning osmondagi otamiz. Sening muqaddas noming ulug'lansin. Shohliging kelsin. Ko'kda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizqimizni bergin. Bizga qarshi gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham gunohlarimizni kechir. Olga Nikolayevna, duchor qilmagin. Og'ir ahvolda umid yo'q. Xalos qilgin. Ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi ila o'zing bandalaringni gunohidan pokla. Amin. Agar biron narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, hozir so'rang. Olga Nikolayevna, men Kamishevman. Sergey Petrovich Kamyshev. Meni taniyapsizmi? Ha. Yonimga o'tiring. Seryoshenka. Shu yerdaman. Shu
Shu yerda. Olga Nikolayevna, voqeani eslashga harakat qiling. Men sizga yordam beraman. Choshgoh soat 1larda siz otga minib do'stlar davrasida ovga otlandingiz. Esingizdami? Va sen o'ldirding. Sen o'ldirding. O'rdakni. Tezroq so'rang. Tezroq. Men yarador o'rdakni olib kelganimdan keyin siz boshqalardan ajralib o'rmonga ketdingiz. Sayr payti sizga noma'lum shaxs tajovuz qilgan. Sud tergovchisi sifatida sizdan so'rayman. U kim edi? U og'ir jazoga hukm etiladi. Iltimos qilaman. O'sha odamni eslang. Ismini aytishingiz kerak. Men kutyapman. Olinka. Kutyapman. Bizga o'sha odamning ismini ayting. Uni aslo ayamang. Ketib qolma.
To'xtating. Qo'shiq aytishni bas qiling. Ismingiz? Familiya? Tabaqa? Diningiz? Urbenin Pyotr Yegorovich. Zodagon. Pravoslav mazhabiga e'tiqod qilaman. Birinchi turmushimdan bir o'g'il va bir qizim bor. Olgaga ehtirosli muhabbat tufayli uylanganman. Ushbu film uzmedia.tv sayti uchun maxsus tayyorlandi. Rafiqangizning graf bilan munosabatlari sizga ma'lummidi? O'ylaymanki, Xudo o'tmishini kechiradi. Pyotr Yegorich, sizdan faqat bitta savolga javob berishingizni so'rayman. Bu juda muhim. Albatta bilardim. Olga Nikolayevna o'ldirilgan o'rmonga qanday kelib qoldingiz? Bilishimcha, siz so'nggi paytlar shaharda yashayapsiz. Ha. O'z joyimni yo'qotganimdan beri shaharda amakivachcham bilan yashayman. Biron xizmat qidirish bilan shug'ullandim. Dard alamdan ichdim. Haftalab surunkasiga muttasil ichdim. Menga qanday o'rmonga kelib qolganingizni aytmoqchi edingiz. Ha, kechirasiz. Kecha erta tongda uyg'ondim. O'rnimda yotgancha derazadan quyosh qanday chiqayotganiga qaradim. Har xil narsalar esimga tushdi. Og'ir botdi. Birdan uni ko'rgim kelib qoldi. Hech qursa yana bir bor ko'rsam edi, balki oxirgi marta. Bu yerga kelishga pul yo'q. Piyoda yo'lga chiqdim. Bu yerga soat 4dan o'tib keldim. O'sha payt sizni kimdir ko'rdimi? Ha. Qorovul Nikolay darvoza oldida o'tirgan ekan. U uyda hech kim yo'q, hamma ovda deb aytdi. Va men o'rmonga qarab ketdim. Graf o'rmonining har bir daraxti menga tanish. Sizga qarshi dalillar ko'p. Pyotr Yegorovich. Pyotr Yegorovich kerak. Xonimni ko'ylagini unutibsiz. Uyga kiring. Keling.
qo'lyozmani diqqat bilan o'qib chiqdim. Qissangiz Sergey Petrovich menga yoqdi. Xarakter, voqealar rivoji yaxshi ishlangan. Urbenin taqdiri qissadan tashqarida qolgan. Aslida unga nima bo'lgan? Suddan 4 yil o'tgach, u surgunda o'ldi. Kamishevchi, unga nima bo'ldi? U lavozimidan ozod etilib, ishni olib borishdan mahrum etildi. Grafning yer mulki xotini va Kalidis qo'liga o'tdi. Chet elliklar o'zlashtirib oldi. Aytgancha, Graf Karniyevning o'zi shu yerda. Mana ko'rib qo'ying. U endi meni izvoshchim bo'lgan. Kamishev. Quloq soling, Kamishev. O'lgani o'ldirganingizdan keyin shuncha yil qanday yashadingiz? Siz Olga Urbeninani mehrga tashna, och hayvonlar singari umidsizlik bilan sevgansiz. Rashk tufayli o'ldirishi mumkin. Menimcha, oshiq ham, u grafni ham, erini ham emas, sizni sevgan. U sizni ayagan. Va bu yorug' dunyoda hech kim unga sizchalik yaqin va qadrdon bo'lmagan. Siz nima? Esdan oldingizmi? Endi ketishim kerak. Soat 3 bo'pti. Choy ichishga xushingiz qalay? Yo'q, rahmat. Minnatdorman. Ma'zur tuting, kechirasiz. Nimadan qo'rqasiz, Kamishev? Nima? Dalil kerakmi? Yo'q. Tasdiqlovchi detallar. Qanday shunday yashash mumkin, Kamishev? Ko'rganimdan xursandman. Снится мне сад в подвенечном уборе, в этом саду мы с тобою вдвоем. Seryozhenka, qaniydi konyak bo'lsa, bir qizib olib, lo'lalar qo'shig'ini eshitardik. Cho, ehtiyot bo'l. Mana senga. Mana senga. Ola! Ola! Shoshma. Seryoja, bu nima qilganing? Meni o'ldirasan-ku. Ola, yo'q. Olenka. Bahorga yaqin ovdagi voqea romani janob Kamishev imzosi bilan Ruskaya Nov gazetasida chop etildi. 1 yil o'tgach, janob Kamishev sil kasalligi sabab to'satdan vafot etadi. Xizmatkorining so'ziga ko'ra, u davolanishga ko'nmagan. Shifokordan o'tish, dori-darmon qilish va muolajalarni qat'iy rad etgan. So'nggi yo'lga uni xizmatkori Polikar va bir vaqtlar graf bo'lgani aytilgan shahar aravakashi
Korneyev kuzatib qo'yishdi.